Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan biz nemis tilida grammatik mavzularni o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzularimiz juda qiziq va hammaga kerak bo'ladigan, постоянно kerak bo'ladigan mavzular bo'ladi. Sonlar, vaqtni qanday aytish, Uhrzeit ya'ni va uchinchisi data, ya'ni sanalarni qanday aytishda ko'rib chiqamiz. E'tiborli bo'ling. Bitta videoda hammasini o'rganib olasiz, xudo xolisa. Xo'p, birinchi bo'lib sizlar bilan sonlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sonlarda hamma tillardagidek siz birinchi bo'lib 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarni yodlab olishingiz kerak. Hozir shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Siz yodlab olsangiz hech qancha vaqt ketmaydi. Qolgan sonlar shunga asoslanib tuziladi. Shuning uchun 1 dan 12 gacha bo'lgan sonni yoddan bilib olishingiz kerak. Va bunga hech qancha vaqt ketmaydi. Xo'p, demak, boshlaylik. 1 nemis tilida 1 bo'ladi, 2 2 3 3 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, mana shu 9 emas, 9 degani yo'q degani. 9 degani bu 9 degani. Shuni juda ko'p o'quvchilar adashtirib oladi. Shunga e'tiborli bo'ling. Keyin 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ya'ni buni yodlab olishingiz kerak. Hozir pauza qilib iloji bo'lsa shuni yodlab oling. Juda oson, hech qancha vaqtingiz ketmaydi. 5 daqiqada yodlab olishingiz mumkin. Xo'p, endi qolganlari-chi? Qolganlari qanday bo'ladi? 13 dan 20 gacha bo'lgan sonlar, ya'ni 13 dan 19 gacha nima qilamiz? Ularda har bitta nimasiga, masalan, 13 deyishimiz uchun biz 10 qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 3 soniga 10 qo'shib qo'yamiz. 13 3 10 bo'ladi. 14 4 10, ya'ni 4 yodladik. Shu 10 qo'shib qo'yib, shu bilan 14 bo'ladi. Masalan, 15 15 16 16 17 17 emas, 17 bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'linglar. 16 va 17 shu исключение deb aytsak bo'ladi. Shu 7 to'liq aytilmaydi va oldida 16 emas, 16 deb aytiladi. H deb, ya'ni yumshoq H deb talaffuz qilinadi. Shunga e'tiborli bo'lasiz. Keyin 18, 18, 19, 19. Xo'p, demak, bunga 19 gacha bo'lgan sonlarni ko'rib chiqdik. Endi 20 dan boshlab qanday bo'ladi? 20 dan boshlab birinchi bo'lib turib, 20 ni o'zi qaranglar, bu yerda 20 bo'lib qoladi, ya'ni 2 soni o'zgaryapti. 20 bo'lib qoladi. 2 bo'lmayapti. 20 emas, balki 20 bo'ladi. Qolganlari-chi? Qolganlari xuddi shu prinsipda, ya'ni birinchi o'sha o'rgangan sonimizni qo'yib qo'yamizda, o'shunga sih qo'shimchasini qo'ysak, shu 30, 40, 50 bo'lib ketadi. Ya'ni masalan 30 deyishimiz uchun 30 deb aytyapmiz, mana ko'rib turibsizlar. 40 deyishimiz uchun 40, 50 deyishimiz uchun 50, 60 deyishimiz uchun 60, ya'ni bu yerda ham ko'ryapsizlar, 60 deyman, 60 emas, 60 deb talaffuz qilinadi. 70, 70, ya'ni bu ham 70 emas, balki 70. Shunda necha исключение farqi bor. Xo'p, 80, 80, 90, 90 bo'ladi. Ya'ni tih qo'shib qo'ysak, shu bilan bizda 10 lik son kelib chiqadi. Endi 20 bilan 30 orasida yoki 30 bilan 40 orasida sonlar qanday aytamiz? Mana ularni biz misol sifatida yozib ketganmiz har bittasini. Misol uchun 21 deyishimiz uchun biz nima deymiz? O'zbek tilida nima deymiz? 21 deymiz. Yoki bo'lmasam rus tilida masalan birinchi masalan 21 bo'ladi. Yoki ingliz tilida 21 bo'lsa, biz qolgan tillarda ko'rsanglar birinchi 10 lik son aytiladi, keyin 1 lik son aytilyapti. Nemis tilida shuni teskarisi. Ya'ni siz bu birinchi bo'lib turib 1 da aytasiz, keyin 10 deb turib 20. Ya'ni 21 deyishimiz uchun nemis tilida 1 und 20, ya'ni 1 va 20 bo'ladi. Shu prinsipni bilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni masalan 25 deyishimiz uchun nima deyapmiz? 5 va 20, ya'ni 5 und 20 deyishimiz mumkin. Hammasini ko'rib chiqamiz. Masalan 2 und 20, 3 und 20, 4 und 20, 5 und 20 shunaqa bo'lib ketaveradi. Xo'p, endi o'zingiz 35 deyinchi? 35. Ha, to'g'ri. Ya'ni 5 und 30. 5 und 30. 5 va 30. Shunaqa. Demak, 100 gacha bo'lgan sonlar xuddi shu tartibda aytiladi. Masalan, 98 demoqchi bo'lsangiz, 8,
und 90 deb aytasiz. Ya? Xo'p, demak, bu yergacha tushundik. Ya'ni iloj bo'lsa pauza qilib turib bir nima qiling, uberligini, ya'ni o'sha narsa haqida o'ylab tushunib oling yaxshilab, keyin bu yerga davom ettirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi 100. 100 da qanday? 100 da ham xuddi shu prinsip bo'lib ketaveradi. 100 bo'lsa 100 deb aytiladi. Siz masalan 100 101 demoqchi bo'lsangiz 101, 102, ya'ni birinchi 100 da aytib shu prinsipda ketilaveradi. Ya'ni masalan 105 demoqchi bo'lsangiz 105, 115 demoqchi bo'lsangiz 100. Nechi edi 15? Nechi edi? 15 dedi. 115. Nima demoqchi bo'lsa, masalan 121 demoqchisiz endi nima deymiz? Mana shu yerga mana birni qo'shib qo'ysak 121 bo'lib ketaveradi. Demak, tushunib oldingiz. Ya'ni juda oson. Qolgan 521 deysiz ham, masalan 522 demoqchisiz. Nima deymiz? 500 deymiz. 500 masalan. Bu yerda mana 5 ni qo'yaman. 522 bo'lib ketaveradi. Prosta 100 ni oldiga qo'yib qo'yasiz. Shu prinsipda ketaveradi. Xo'p, undan keyin 1000, 10.000, 100.000 va million. Masalan, 1000 bu yerda 1000, 10.000 bo'lsa 10.000, 100.000 bo'lsa, ya'ni o'z bilyapsiz, ya'ni 100.000 bo'ladi, million, 1 million bo'ladi. Nimada, nemis tilida shunday holatga ketadi. Milliard bo'lsa, milliard bo'lib ketaveradi. Shu, demak, prinsipni tushunib oldingiz. Masalan, 1000 dan keyingi sonlar ham xuddi shu tartibda ketaveradi. Birinchi 1000 da aytasiz, keyin 100 da aytasiz, keyin masalan bu yerda o'sha ikki xonali son bo'lsa shuni aytib ketasiz. Masalan 1121 demoqchi bo'lsangiz, nima deysiz? 1121 deb aytib ketasiz. Juda oson. Xo'p, endi qaranglar, bo'ldi, sonlarni ko'rib oldik. Shu yerda pauza qilasizda, bo'ldi bir qator o'zingiz har bitta bir где-то bir 30 ta, 40 ta sonni aytib ko'ring. Yo'q, 10 ta aytib ko'ring. 10 ta libo o'zingiz xayolingizga kelgan sonni yozib turib aytib ko'rsangiz, уже o'rganib olasiz. Hech qancha vaqtingiz ketmaydi bunga. Buni doimiy qaytarib tursangiz bo'ldi. O'ylaymanki, tushundingiz. Biz esa davom etamiz. Xo'p, ikkinchi narsa bu bizda nima? Ursayt, ya'ni nemis tilida vaqt qanday o'rganiladi? Vaqtni savoli bizda ko'ryapsizlar, nima bo'ladi? Wie spät ist es? Ya'ni soat nechi bo'ldi? Desa wie spät ist es degan savol bo'ladi. Javobichi? Javobi es ist deb aytamiz. Sizlarga juda oson prinsipni o'rgataman. Shuni o'zini o'rganib olsanglar, vaqtni liboy vaqtni ayta olasizlar. Bu masalan biz offitsielle Uhrzeiten deb aytib qo'yganmiz. Ya'ni bunda qanday bo'ladi? Masalan, siz liboy 1 dan o'sha 12:00 gacha bo'lgan vaqtlarda prosta siz masalan aytaylik soat 5 bo'ldi. Masalan, hozir bu yerda nimani yozyapmiz? 1 bo'ldi, to'g'rimi? 13 Uhr bo'ladi. Masalan, bunda aytamizki, soat wie spät ist es bizni savol beryapti. Soat necha bo'ldi? Biz javob beramizki, es ist 13 Uhr. Es ist 13 Uhr. Ya'ni soat 1 bo'ldi. Endi siz soat 5 bo'ldi desiz, nima deysiz? Es ist 5 Uhr. Agar sahargi 5 bo'lsa, agar kechki 5 bo'lsa, necha bo'ladi bizda? 17:00 bo'ladimi? Ya'ni o'shunda aytasizki, es ist 17 Uhr. Oxirgi ur deb qo'ysangiz bo'ldi. Libo to'g'ri bo'lgan vaqtda shu holatda aytib ketaverasiz. Masalan, soat 21:00 bo'ldi bo'lsa, nima bo'ladi? Es ist 21 Uhr bo'ladi. Soat 9 bo'ldi desa, es ist 9 Uhr bo'ladi. Ya'ni bu yerda nemis tilida AM, PM degan narsa yo'q. Masalan, nimaga o'xshab? Ingliz tiliga o'xshab. Prosta siz o'sha 1 dan o'sha 23, 24:00 gacha bo'lgan nimalarda sonlarda shu primoy aytib ketaverasiz. 1 dan 24 gacha. Tushunarli. Xo'p, endi orasichi, masalan aytaylik masalan 18:45 bo'ldi deb aytmoqchi bo'lsangiz, nima deysiz unda? Nima deymiz? Es ist deb aytdik, ya'ni soatda es ist necha? 18. Mana shu yerda nima qilamiz? Uhr degan so'zni qo'yamizda. Es ist 18 Uhr. 45 nima derdik biz? 45 da. Ha. Eslang. Ya'ni 5 birinchi 5 va 40 derdik, to'g'rimi? 45. Masalan, es ist 18 Uhr, ya'ni 18:00, 18 Uhr 45. 45 bo'ldi. Masalan, aytaylik, 1:15 bo'ldi soat yoki 1:07 bo'ldi desak, nima deymiz? Es ist 13 Uhr, necha 7? 7 bo'ldi.
Liboy vaqti shunaqa qilib aytaverasiz. Bu juda oson. Mashina o'zi siz masalan soatda aytishingiz uchun o'zi yetarli bo'ladi. Lekin biz qo'shib qo'ydik, что yarim bor. Bizda to'g'rimi 15 ta ham 10 ta ham so'zlar ham bor. Masalan, o'sha 5 ta ham 4 ta ham yoki bo'lmasam 5 minut o'tdi degan narsani quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni yarim deyish uchun biz o'zbek tilida aytamiz, masalan, aytaylik 7,5 deb aytamiz. 7,5 ni biz o'z birinchi 7, keyin yarim deymiz. Nemislar qanday aytadi? Nima bo'ldi? 8 da yarimi bo'ldi deydi. Ya'ni nima deymiz? 7,5 biz o'zbek tilida 7,5 deyotgan bo'lsak, ular halb acht deydi. Ya'ni halb acht. Masalan 9,5 bo'lsa necha bo'ladi? 9,5 ya? To'g'ri. Halb 10 bo'ladi. Halb 10. Ya'ni biz 9,5 deb aytdik, ular faqat oldingi sondan hisoblaydi. Shu, masalan 10,5 bo'lsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Elf, halb elf bo'ladi. Halb elf. As is halb elf. Ya'ni 10da nima 11da yarmi bo'ldi degan narsa bo'ladi. Prosta oldingi songa nisbatan aytib ketasiz, halbni qo'shib qo'yasiz, bo'ldi shu bilan. Xo'p, keyingisi bu viertellar. Viertellar biz 15 degan, ya'ni viertel degan o'zi chorak degani. Chorak deganda, ya'ni 1 soat 60 minut bo'lsa, viertel, ya'ni uning choragi 4dan biri bu 15 daqiqa bo'ladi. Shuning uchun viertel deb aytiladi. Xo'p, masalan aytaylik, masalan 2:15 bo'ldi. Nemis biz 2:15 ni biz 2:15 deb aytamiz o'zbek tilida. Lekin 15 ta ko'p va 15 ta kamni nemislar shunaqa viertel orqali aytadi. Masalan biz 15 ta kamni ko'raylik birinchi. Es ist masalan 15 ta kam 3 bo'lyapti, to'g'rimi misol? Es ist viertel vor 3. For degani oldin degani. Shuning uchun biz ya'ni 3 dan oldinga 15 daqiqa bo'ldi yoki 2:45 bo'ldi degan ma'noda beradi. Ya'ni viertel vor deb aytayotgan bo'lsak, biz hali bo'lmagan sonda aytyapmiz. Endi viertel nach deydigan bo'lsak, ya'ni undan keyingi o'tgan sonda aytamiz. Ya'ni 2:15 viertel nach 2 deb aytib ketamiz. Shu. Va nimasi? Minuten angaben deb aytib ketganmiz. Ya'ni 5 ta kam, 10 ta kam, 20 ta kamlarda qanday aytamiz? Xuddi shu mana bu prinsip orqali. Agar for bo'lsa oldin, ya'ni kam degan ma'noda beradi. Nach bo'ladigan bo'lsa, nach o'zi nemis tilida keyin degan, ya'ni o'tdi degan ma'noda beradi. Ya'ni bu degani masalan aytaylik, es ist masalan 5 nach 3, ya'ni 3 dan 5 minut o'tdi. Endi 5 degan 3 bo'lsa nima bo'ladi? Es ist 5 vor 3 bo'ladi. For qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Nach o'rniga for qo'ysangiz oldin degani shu 5 degan 3 degan. 20 degan 3 desangiz, nima deysiz? Es ist 20 vor 3 bo'ladi. Ya'ni 20 degan 3 degani bo'ladi. Demak, menimcha tushunib oldingiz. For naxt qo'yib qo'ysangiz, sonni qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Shu bilan soatni bilib olgan bo'lasiz. Soatni mashina o'zi yaxshi o'rganib olsangiz bo'ldi. Nemis tilida soat bilan muammo bo'lmaydi. Demak, buni pauza qilib, o'zingiz bir 5-6 soat aytib ko'ring. Qiling pauza. Bo'ldi. Xo'p. Davom etamiz. Davom etamiz va oxirgi narsa bizda datum, ya'ni sanalar. Sanalar nemis tilida qanday aytiladi? Xo'p, biz mana 1 dan 19 gachani t qo'shib qo'yganmiz. T degani nima degani bu? Ya'ni biz o'zi sonlarni ko'rib chiqdik. 1 dan 19 gacha bo'lgan sonlarga hammasiga t qo'shib qo'ysangiz, shu masalan 1-21-ch qo'shimchasini beradi. Ya'ni tartib sonni berib ketaveradi. T ni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan 5-chi demoqchi bo'lsak, 5'ti. 7-chi demoqchi bo'lsak, 7'ti. 9-chi bo'lsa, 9'ti bo'ladi. Bu yerda ikkita исключение bor, 1 dan 19 gachada. Birinchisi bu bizda ein t bo'lmaydi, erste bo'ladi. Mana bu yerda aytyapman, erste bo'ladi. Uchinchi dreite bo'lmaydi, dritte bo'ladi. Bu uchinchi degani bo'ladi. Shular исключение, qolganiga bir xil aytib ketaverasiz. Xo'p, endi biz birinchi bo'lib turib o'zi sanada bilamiz. Birinchi nima? Kun, oy, keyin yil bo'ladi. Biz endi sizlar bilan oyni ko'rishimiz faqat bir tanasi qolib ketibdi. Ya'ni 20 dan keyingilarichi, 20 dan keyingilari qanaqa bo'ladi? Hammasiga ste qo'shib ketamiz. Masalan, 30-chi, masalan 25-chi demoqchi bo'lsak, 25-chi bu nechida? 5 und 20 ste qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ste qo'shimchasini qo'shyapmiz, shu bilan 20 ste bo'lib ketaveradi. Masalan 25-chi, 26-chi, masalan 26-chi 26 ste bo'ladi.
Demak, tushunarli. Xo'p, endi oylarga mana ko'rib turibsizlar. Bu winter, frühling, sommer, herbst deb bo'lib qo'yganmiz. Ya'ni yil fasllariga oylarni bo'lib qo'yganmiz. Bir qator aytib ketamiz. Juda oson. Prosta bir aytilishini o'rganib olsangiz bo'ldi. Oylarni bilasiz-ku, to'g'rimi? Ha? Xo'p, demak, der Winter. Der Winter bo'lsa bu qish. Ya'ni bizda 3 ta oy bor. Bunda December, ya'ni dekabr emas, December, yanvar, fevral bo'ldi. December, yanvar, fevral. Xo'p, hammasi der artikel oladi. Shuni bilib olinglar bo'ldi. Hammasi der bo'ladi. Buni bilib oling. Xo'p, Frühling. Der Frühling nima degani? Bahor. Bunda März, April, May. März, April, May bo'ldi. Keyingisi bu nima? Yoz. Der Sommer bo'ladi. Juni, Juli, August. Juni, Juli, August bo'ldi. Va oxirgisi bizda kuz. Kuz Herbst bo'ladi. Der Herbst. Unda nima? September, Oktober, November. Bo'ldi. September, Oktober, November. Shu 12 ta oy bo'ladi. Va yilda aytib qo'yganmiz. Bu yerda masalan 2025. Buni ham hali prinsipda aytdik. Ya'ni 1000 bo'lsa, 2000 bo'lsa, 2000 bo'ladi. Masalan, hozir 2005-yil bo'lsa, masalan 2005 bo'ladi. Da, shunaqa bo'ladi. Endi sizlar bilan polniy datani ko'ramiz. Polniy data qanaqa bo'ladi? Masalan 03/05/2005 masalan 3-may 2005-yil bo'lsa, nima deymiz? 3. Mai 2005. 3. Mai 2005. Ya? Bundachi. Nima bu? 8 ga nima qo'shamiz? T qo'shamiz. 8 bu nima? 09. 9 deb ketsanglar ham bo'ladi. 9 deb ketsanglar bo'ladi. 8 9 ya'ni 8-9 desangiz 9-oy degan nazarda ham turadi, lekin oyda aytib ketsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni 8 September 2009. 2009. Xo'p, masalan, endi buni o'zi aytib ko'ringchi mana 14/03/2020. Ya'ni bu yerda 14 deb bilasiz. 03 bu mart yoki 03 ni o'zini aytsangiz bo'ladi 2020. Qani? Ha. To'g'ri aytdingiz menimcha. Hop, 14. Nima bu? März 2020. Va oxirgisi 18/01/2020. Ya'ni 01 bizda oy, ya'ni yanvar bo'ladi. 18 yanvar 2018. 18. To'g'ri. Demak, siz orada pauza qilib ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolasa bemalol nemis tilida eng muhim va kundalikda kerak bo'ladigan mavzuni bilib oldingiz. Buni prosta qaytarib tursangiz, xudo xolasa sizda sonlardan ham, soatdan ham, datadan ham muammo bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.